Assalomu alaykum barchaga. Bahorgi attestatsiya barcha fandan audio savol-javob 2026-yil savol-javoblarni boshlaymiz. Demak, birinchisi matn tahlili, ya'ni qadimiy kutubxonaning burchagida uzoq yillardan beri bitta yog'och soat turardi. Uning chiqillashi xuddi uzoq o'tmishdan kelayotgan pichirlashga o'xshash, har bir harakati og'ir va vazmin edi. Kutubxonaning yangi mudiri, yosh va g'ayratli Akmal bu soatni ko'rib, uni eskirgan deb hisobladi. U soatning o'rniga devorga soniya sayin rangini o'zgartiradigan yaltiroq raqamli elektron soatni o'rnatdi. Bu eski soat faqat joyini egallab turibdi. Endi kutubxonamiz zamonaviy ko'rinishga ega bo'ladi, deydi Akmal shogirdlariga. U eski soatni omborxonaning qorong'i burchagiga tashlab keldi. Biroq oradan ko'p o'tmay kutubxonaga keladigan kitobxonlar o'zlarini bezovta his qila boshladilar. Yangi soatning keskin chiqillashi va yaltiroq nurlari odamlarning diqqatini jamlashiga xalaqit berar. Kutubxonaning o'sha sokin va fayzli muhiti yo'qolgandek edi. Bir kuni kutubxonaga uzoq yillik kitobxon keksa professor keldi. U devordagi yangi soatga qarab xo'rsinib qo'ydi. Vaqtni raqamlar bilan o'lchash mumkin, lekin uning ruhini his qilish uchun sukunat kerak. Avvalgi soat vaqtning o'tishini emas, balki hayotning qadrini eslatib turardi, dedi u. Akmal o'shanda tushundiki, zamonaviylik har doim ham mukammallik degani emas. U eski soatni qaytarib olib keldi va kutubxonaga yana o'sha qadrdon sukunat hamda xotirjamlik qaytdi. Matn tahlili asosidagi testlar. Demak, savol: matn mazmuniga eng mos sarlavhani toping yoki tanlang. Javob: vaqtning ruhi va sukunat qadri. Keyingi savol. Yana matn tahlili. Qadimiy kutubxonaning burchagida uzoq yillardan beri bitta yog'och soat turardi. Uning chiqillashi xuddi uzoq o'tmishdan kelayotgan pichirlashiga o'xshar, har bir harakati og'ir va vazmin edi. Kutubxonaning yangi mudiri, yosh va g'ayratli Akmal bu soatni ko'rib, uni eskirgan deb hisobladi. U soatning o'rniga devorga soniya sayin rangini o'zgartiradigan yaltiroq raqamli elektron soatni o'rnatdi. Bu eski soat faqat joyini egallab turibdi. Endi kutubxonamiz zamonaviy ko'rinishga ega bo'ladi, dedi Akmal shogirdlariga. U eski soatni omborxonaning qorong'i burchagiga tashlab keldi. Biroq oradan ko'p o'tmay kutubxonaga keladigan kitobxonlar o'zlarini bezovta his qila boshladilar. Yangi soatning keskin chiqillashi va yaltiroq nurlari odamlarning diqqatini jamlashiga xalaqit berar. Kutubxonaning o'sha sokin va fayzli muhiti yo'qolgandek edi. Bir kuni kutubxonaga uzoq yillik
Kitobxon keksa professor keldi. U devordagi yangi soatga qarab xo'rsinib qo'ydi. Vaqtni raqamlar bilan o'lchash mumkin, lekin uning ruhini his qilish uchun sukunat kerak. Avvalgi soat vaqtning o'tishini emas, balki hayotning qadrini eslatib turardi, dedi u. Akmal o'shanda tushundiki, zamonaviylik har doim ham mukammallik degani emas. U eski soatni qaytarib olib keldi va kutubxonaga yana o'sha qadrdon sukunat hamda xotirjamlik qaytdi. Matn tahlili asosidagi testlar. Demak, savol quyidagicha, ya'ni xronologik izchillikni aniqlang. Ya'ni ketma-ketlikda. Demak, javob: Akmalning elektron soat o'rnatish haqidagi qarori. Akmalning eski soatni omborxonaga tashlab kelishi. Kitobxonlarning kutubxonada o'zlarini bezovta his qilishi. Kitobxonlarning kutubxonada o'zlarini bezovta his qilishi. Professorning vaqt va sukunat haqidagi mulohazalari. Demak, javob shu. Keyingi savol. Professorning vaqtni raqamlar bilan o'lchash mumkin, lekin uning ruhini his qilish uchun sukunat kerak degan gapi orqali qanday g'oya ifodalangan? Javob: vaqtga shunchaki raqam deb emas, balki ma'naviy jarayon sifatida qarash kerakligi. Keyingi savol. Matnning umumiy mazmunidan kelib chiqib, muallif qaysi xulosani ilgari surmoqda? Javob: inson o'z atrofidagi muhitni o'zgartirganda uning ruhiy va ma'naviy asoslarini ham hisobga olishi kerak. Yana matn tahlili. Qadimiy kutubxonaning burchagida uzoq yillardan beri bitta yog'och soat turardi. Uning chiqillashi xuddi uzoq o'tmishdan kelayotgan pichirlashga o'xshash. Har bir harakati og'ir va vazmin edi. Kutubxonaning yangi mudiri, yosh va g'ayratli Akmal bu soatni ko'rib, uni eskirgan deb hisobladi. U soatning o'rniga devorga soniya sayin rangini o'zgartiradigan yaltiroq raqamli elektron soatni o'rnatdi. Bu eski soat faqat joyni egallab turibdi. Endi kutubxonamiz zamonaviy ko'rinishga ega bo'ladi, dedi Akmal shogirdlariga. U eski soatni omborxonaning qorong'i burchagiga tashlab keldi. Biroq oradan ko'p o'tmay kutubxonaga keladigan kitobxonlar o'zlarini bezovta his qila boshladilar. Yangi soatning keskin chiqillashi va yaltiroq nurlari odamlarning diqqatini jamlashga xalaqit berar, kutubxonaning o'sha sokin va fayzli muhiti yo'qolgandek edi. Bir kuni kutubxonaga uzoq yillik kitobxon keksa professor keldi. U devordagi yangi soatga qarab xo'rsinib qo'ydi. Vaqtni raqamlar bilan o'lchash mumkin, lekin uning ruhini his qilish uchun sukunat kerak. Avvalgi soat vaqtning o'tishini emas, balki hayotning qadrini eslatib turardi, dedi u. Akmal o'shanda tushundiki, zamonaviylik har doim ham mukammallik degani emas. U eski soatni qaytarib olib keldi va kutubxonaga yana o'sha qadrdon sukunat hamda xotirjamlik qaytdi. Matn tahlili asosida testlar. Demak, savol. Matndagi yashirin g'oya. Kutubxonadagi
Fayzning yo'qolishi nimani anglatadi? Javob: ma'naviy qadriyatlar va o'tmish xotirasi ramzi. Yo'qolgandagi ruhiy muvozanat buzilishi. Savol: Bagira Maugliga qizil gul keltirishni maslahat berishdan maqsadi nima edi? Demak, savolni qaytaraman. Bagira Maugliga qizil gul keltirishni maslahat berishdan maqsadi nima edi? Javob: o'zini himoya qilish va ustunlikni ko'rsatish. Savol: Maugli nima uchun olovdan qo'rqmadi? Demak, javob: insoniy xotirasi, ya'ni bolaligida olovda singani tufayli. Savol: Maugli insonlar qishlog'idan olovni qanday usulda oldi? Javob: bolakayning qo'lidagi olovli tuvakni tortib oldi. Savol: Maugli olovni o'chib qolmasligi uchun unga nima tashlab turdi? Quruq shox-shabba va ildizlar. Savol: qaysi gap tarkibida otli so'z birikmasi qatnashgan? Javob: o'qishga yana buzuq mashinada ketamiz. Savol: qarshingizdagi demak, savolda aytyapti bu yerda. Qarshingizdagi ulamo riyozot fanining barcha tarmoqlarini egallagan. Ushbu gapda otli so'z birikmalari sonini aniqlang. Javob: 4 ta. Dunyoda shunday yaxshi kishilar borki, hech qachon ular bilan do'stlashib bo'lmaydi. Ushbu gapda nechta so'z birikmasi bor? Javob: 5 ta. Qaysi javobda imloviy xatolik bilan yozilgan so'z ishtirok etgan? Javob: so'zga chiqqan Sodiqjon domla shogirdi haqida faxrlanib gapirardilar. Hunari va odobi bo'lmagan kishidan, deydi Mahmud Qashqariy, baxt va davlat ketadi. Ushbu gapda necha o'rinda qaysi tinish belgilari tushib qoldirilgan? Javob: 2 o'rinda virgul va 2 o'rinda tiri. Quyidagi gaplarning qaysi birida bir so'z tarkibida 2 xil tovush o'zgarishi kuzatiladi? Javob: kechqurun qurilish boshlig'ining muovini Oyqiz Umrzoqova ertaga to'g'on qurilishi boshlansin degan buyruqqa imzo chekdi.
Qaysi gapda imloviy xatolikka yo'l qo'yilgan? Javob: bugun yumushlarim ko'payib ketdi. Siz